Qisqasi, qiz do'stimning bugun tug'ilgan kuni ekan. Unga mana shunday uzuk sovg'a qilmoqchi bo'ldim. Narxi 100 stars ekan. Starsni karta orqali olmoqchi bo'ldim, lekin afsuski bu juda qimmat ekan. Shunda do'stim maslahat bergan arzon bot borligi esimga tushdi. Botga kirdim. Menyu juda qulay. Stars, Premium va boshqa tugmalar bor. Statistika bo'limidan kunlik, haftalik va oylik ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Nice. Shosha-pisha hisobimni to'ldirishga kirishdim. Avval 10,000 so'mdan boshladim. Bot menga karta va summa berdi. Kartani nusxaladim va to'lov ilovasiga o'tdim. Istalgan ilova orqali to'lov qilishingiz mumkin. Menga Paynet ilovasi juda qulay. Eng muhim joyi, kartani kiritgandan so'ng bot bergan summani tiyingacha yozish kerak. Shuning uchun men nusxalab qo'ya qoldim. Agar sizda to'lov bo'yicha xatoliklar bo'lsa, admin bilan bog'lanishingiz mumkin. To'lovni amalga oshirdim. Endi botga qaytib, sahifani yangilayman. Aytgancha, pastda sovg'alar bo'limi bor. Ushbu joydan istalgan sovg'angizni sotib olishingiz yoki sotishingiz ham mumkin. Oh my god! Ushbu sovg'ani qiz do'stim uchun sotib olmoqchi bo'ldim. Stars bo'limiga qaytdim. Foydalanuvchi nomini kiritib, 100 ta stars sotib oldim. Agar siz boshqasiga yubormoqchi bo'lsangiz, uning foydalanuvchi nomini yozasiz. Stars ham tushdi. Aytgancha, uzukni sovg'a qilib qo'yganman.